Ma'lumki, poytaxtimiz dahallari ichida juda ko'plab tadbirkorlar tomonidan uy-joy qurilish ishlari olib borilmoqda. Bu yaxshi, boisi turar joyga muhtoj insonlar uy bilan ta'minlanadi. Ammo tanganing ikkinchi tarafi bor bo'lganidek mazkur holatning ko'rilishi kerak bo'lgan masalalar ham mavjud. Gap shundaki, uylar oldidagi hududlarni saqlab qolish maqsadida ko'plab fuqarolar noroziliklarini bildirishmoqda. Yakkasaroy tumanida joylashgan Bog'saroy mahallasida yashovchilar ham aynan shu muammo bo'yicha bizga murojaat qilishdi. Ijodiy guruhimiz bilan mazkur mahallaga yetib borgunimizcha, qurilish hududida odamlar yig'ilib bo'lishgan edi. Hatto qo'llarida maxsus tayyorlangan va ularning nimani istashlari aks ettirilgan bannerlarni ham ko'rdik. Fuqarolarning so'zlariga ko'ra, bundan oldin Master Building Capital mas'uliyati cheklangan jamiyati qurilish kompaniyasi vakili bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Unda mutasaddi 22 va 12 uylar o'rtasida 7 qavatli bino qurilishi rejalashtirilayotgani haqida aytgan. Мы находимся с вами возле гостиницы Grand Mir Hotel, за которой существует массив. Hozirda biz Grand Mir Hotelning orqa tarafidamiz. Ancha oldin shu hududga qurilish korxonasi kelgan va bu yerda ular ko'p qavatli bino, mehmonxona, savdo markazi va yer osti avtoturargohlarini qurmoqchi. 2019-yilda ushbu kompaniyadan yangi qurilish maydoni chegaralarini surishini iltimos qilgan edik. Uylarimizdan ular atigi 8 metr masofadan uzoqda. Yonimizda bolalar bog'chasi bor. Uylarni buzishganida butun chang shu bog'chani bosdi. Hozirda bolalar sayr qila olishmayapti. Bundan biz ham bezovta bo'lmoqdamiz. Был нарушен. Но и нам не очень-то приятно было это соседство. Bu jarayonda fuqarolarni qiynab kelayotgan yagona muammo shovqin va chang emas. Мы пытались как-нибудь предотвратить незаконные подключения к электросчетчикам, к нашим. Biz elektr hisoblagichlari, suv va boshqa kommunikatsiyalarimizga noqonuniy ulashning oldini olishga harakat qildik. Ular kechqurunlari yashirincha texnika olib kelib, shu ishni qilishmoqchi bo'lishgan. Xuddiki biz buni bilmay qolamiz. Tabiiyki, uchastka nozirini chaqirib, yozuv-chizuv qildik. Lekin bu ishlarimiz atigi 2-3 kunga yetdi xolos. Mahalla fuqarolari prezidentning xalq qabulxonasiga ham xat bilan murojaat qilishgan. Ushbu xatni ko'plab ota-onalar hamda yaqin atrofda istiqomat qiluvchi 10 nafar fuqaro imzolagan. Hatto bu masala bo'yicha 6-uyda yashovchi Vladimir Chernolutskiy ijtimoiy tarmoqda maqola ham yozib qoldirgan. Unda mahalladagi bino noqonuniy ravishda qurilayotgani hamda yuridik tomonlama isbotlangan dalillar keltirilgan. Самая первая проблема это в том, что нет прозрачности. Birinchi muammo bu shaffoflikning yo'qligi. Bizga hujjatlarni ko'rsatishsin. Bularning ichiga texnik topshiriqlarni, loyiha smeta hujjatlari va ularning ekspertizasi kiradi. Shularning barchasini taqdim etishsa, barcha savollar o'z-o'zidan yo'q bo'lar edi. Люди посмотрят и, возможно, и все вопросы сразу отпадут. Master Building Capital mas'uliyati cheklangan jamiyati vakilidan nima asosida qurilish qilinayotgani haqida so'radik. Bu vaqtda bizga ko'rsatilgan yagona hujjat 16 va 18 uylarning rekonstruksiyasida berilgan ruxsatnoma bo'ldi. Kelgusida bu yerda quriladigan bino haqida birorta savolimizga javob ololmadik. Сегодняшний день нам глава подало разрешение на строительство и реконструкцию вот этого участка. 2020-yilning 7-dekabrida bizga bosh me'moriy loyiha boshqaruvi tomonidan ushbu hududning qurilishi va rekonstruksiyasiga ruxsat berildi. Shuning uchun biz qurilish olib borishga haqlimiz. Hozir loyihalashtirish bosqichidamiz. Hududni kengaytirish va tirbandlikni oldini olish uchun yer osti avtoturargohlarini ham quramiz. Binoning birinchi qavatida maishiy xizmatlar, yuqori qavatlarda esa yo mehmonxona, yo turar joy bo'ladi. Hozircha noma'lum. Может там гостиница, может дом, это еще неизвестно. После проектирования, разработки проектирования это уже будет известно. Loyiha rahbarlari bizga qurilishning eskizini ko'rsatmadi, ammo uni Bog'saroy mahallasi faol fuqarolar tomonidan o'rganishga muvaffaq bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, chizmada 22, 12 va ular orasidagi 9 qavatli bino aks ettirilgan. Shuning necha qavatida qurilish rejalashtirilayotgani haqida muhandis Nazrullo G'ulomovdan so'radik. Aytdim-ku, sizga hozircha bir narsa deya olmayman. Hali noma'lum. Lekin qurilish ishlari barcha me'yorlarga asoslangan holda loyihalashtiriladi. Xususan, yaqin atrofda joylashgan uylarga qarashli elektr va suv tarmoqlaridan yangi bino uchun foydalanilmasligi haqida aytib o'tildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bunda barcha tarmoqlar qurilish kompaniyasi tomonidan alohida o'tkazilishi mo'ljallangan. Водоснабжение отдельно будет проводиться. Suv va boshqa ta'minotlar mutlaqo alohida va avtonom bo'ladi. Qurilish hududiga aloqasi bo'lmaydi. Все будет независимо.
Bu kabi tushuntirishlar darg'azab aholini tinchlantirishi mumkin, lekin gaplar hujjat bilan tasdiqlanmog'i lozim. Shundan so'ng qurilish hududida panjara chegaralari kengaytirilib, daraxtlar arralab tashlangandi, ammo bu holatga hech qanday izoh berilmadi. Shuning uchun mahalla fuqarolari Yakkasaroy hokimiyatiga murojaat qilishdi. Berilgan axborotga ko'ra, ularga 2 marotaba hujjatlar rasmiylashtirilishida rad javobi berilgan, ammo shu vaqt oralig'ida qurilish kompaniyasi faoliyatini davom ettiravergan. Biroq qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi 2021-yilning 10-mart kunida yo'llagan javob xati bor. Ushbu hujjatda Master Building Capital mas'uliyati cheklangan jamiyati Toshkent shahar qurilish sohasida nazorat inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tmaganligi ma'lum bo'lgan. Prezidentning tegishli qarori loyihasida esa 2017-yildan 2020-yilgacha foydalanishga topshirilgan barcha bino va turar joylar uchun uylar sifatining tekshirilishi ko'zda tutilgan. Tekshiruvlar davomida aniqlangan barcha qonunbuzarliklar to'g'risidagi ma'lumotlar prokuratura idoralariga beriladigan bo'ldi. Biz esa ushbu vaziyatni kuzatishda davom etamiz.